Bizlarda o'sha strukturalni kesini aniqlash uchun bizlar kerakli bo'ladigan jihozlar hammasi tayyorlab oldik. To'g'rimi? Mana demak eng birinchi o'rinda e'tibor qilasizlar, mana bu dinometrlar nol holatda bo'lishi shart. Tushunarli? Demak, sizlarda uchburchaklar berilgan-ku, mana o'lchanadigan nimamiz, strukturalligini o'lchaydigan qurilmacha. Buni o'rniga nimadan foydalanyapmiz? Gugurt cho'pidan foydalanyapmiz. Tushunarli? Hammadan o'lchov linkachasi bormi? Lineyka. Bor. Demak, lineyka yordamida buni nima qilamiz? O'lchab olamiz. Tushunarli? Bunimiz 4 cm chiqadi. Tushunarli? 4 cm chiqadi. Nimamizniki? Qaranglar, o'sha o'lchaganimizda buni yozib olamiz. Chamasida bir xil. 4 cm, 4 cm. Buni metrga o'tkazib olamiz. Nechi bo'ladi? 0,4 cm to'xtatib qo'ying. 0,104. 0,104. Shundaymi? Demak, nima qilamiz? Buni yozib oldik. Go'rchakni o'zgartirganimiz yo'q. Keyin bitta e'tibor qiladigan narsalar o'zidagi o'lchov qo'yadi. Ko'rasizlar, haqiqatan shunday ekanligini. Mana bu go'rchakimiz tekis turishi shart. Buni chunki agar yuzasi bunday qilib turadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Qarabasiz, talaga kuchimiz birozga farq qilishi mumkin. Shunda uzilishi nima bo'ladi? Haqiqat hisobiga mana bunimizni strukturali koeffitsiyentimizda xatoliklar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Tushunarli? Demak, suv olasizlar har bittasi faqat iltimoslarni shishadi. Sindirib qo'ymaylar. Demak, nima qilamiz? Bu suvni to'ldirib olamiz. Mana. Demak, suv bor, kerak qo'yasizlar. Nima qilasiz? Qaranglar. Birinchi suv soldik-ku. Ha? Qoch ko'rinmayapti buni. Okey. Qaranglar. Mana. Nur holatda turibdi. Asta go'rchakni nima qilamiz bunga? Yetkazamiz mana. Qo'llangan. Keyin e'tibor qilib turamiz. Yaxshilab e'tibor qarab turinglarki, o'sha nechida uzilgan bo'lsa, o'sha yoshimiz kerak bo'ladi. Xo'pmi? Demak, shunchalik ohistalik bilan tushirishimiz kerakki, bunda farq qolmasligi kerak bo'ladi. Olti. 7. Ha? 6. 6 uzildimi? Demak, bu nimada berilgan? Milli newtonda. Endi 6,5 milli newton bo'ldi. Tushunarli? Demak, F birimiz nimaga teng bo'ldi? 6,5 milli newton. Bizlar bu yerda nimada berilgan? Bizlar mana bu yerda newtonda. To'g'rimi? Sizlar massaga bizlar yozdik-ku. Bizlar massa deb turibdi. Bizlar qulunning kuchi yozdik. Chunki bu yerda dinometrimiz bizlarga mavjud. Endi bizlar newtonni yozishimiz kerak. Buni newtonga nima qilamiz? O'tkazib olamiz. Ya'ni 6,5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus. Abdulloh ipi o'zgarib ketdi. Tushunarli? Ya bo'lmasa men yozib qo'yaman. 10 darajasi minus 3 gradusda tushadi. Shunday qo'ying. Hisoblaganlarni qo'yib ketaverasiz, xo'pmi? 10 darajasi minus 3 newton deb qo'yaylik shu yerini. Xo'pmi? Yozib oldik-ku. Keyingisida xuddi shuni bajarib olamiz va mana bu formulaga qo'yib hisob kitoblarni amalga oshiraveramiz. Tushunarli? Mana Cher. Qaranglar, faqat qo'lni qaltiratmasdan sekin tushirishimiz kerak, ishga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Abdulloh, qo'lim akam adachasiga o'xshab o'ynayapti-da. Suv bormi? Suv berilmagan. Suv kerak bo'lsa aytasizlar, xo'pmi? Ohistalik bilan, noziklik bilan deydi-ku. Normal. Strukturalari to'g'ri chiqadigan bo'lsa, jadval qarab. Shuni bilib olaveramiz. İnşallah. Alt yemeyin kılamam. Asta, qamallatmasdan olamiz. Nolga qo'yib olinglar, nolga.
Bu tekka yo'qmi? Bo'ldi. Xo'sh. Ustoz nurlar turmayaptimi? Hozir men to'g'rilab beraman. Texchasini to'g'irlab. Bo'ldi. Hali uchayapti. Ikki yarim. Joy tugadi. Endi yaxshi bo'ladi. Qani? Yoz o'ynab endi. Ketdi zo'r. Shoir sharmanda edi. Shisha taglik. Ma'lum ustiga bitik. Asta ohistalik bilan bajarish kerak. Qani bir ishlatib bo'lganda asta bitta rezo bilan burab tushirganimiz zo'r bo'lardi. Ishlatib yo'q. Telefoni tekis. Voy, yozaveringlar. Har bitta hisobotni hamma alohida qilib yozaveringlar. Tushunarlar? Har bittasini. Hammasi kattalik kechdi. Bizlar unga ko'rish kerak. Menga tegib qoldi. Uzildimi? Uzunroq qilib turing. Agar uzunroq bo'lib qolmasa kattaroq qo'yinglar. Asosiy shu. Uzildi. Ha. Qani, kerak kimni navbati? Ohistalik bilan tushirish kerak asosda. Uchta o'tmaydi mana. Ko'ramiz. İpini getir oğlum. Yok. Üç. Tamam, öyleyse. To'rtga chiqib qo'ydi-yu. Ana temirga tep qolasan, to'rt. Ha, yoz o'ynar. Tez. Bajarasizlarmi? Nechida? 3 kilo. Yoz o'ynar. Olti yarim. Birinchisi necha bo'ldi? Bunda bir 100 ga chiqaradi. Qo'li tegib turibdi-da, qo'lidan. Unga tegmasdi, sirpanishi ham bor. Mana bu narsa to'lay. Xalaq beryapti. Yo'q, mana bu tomondan qo'ying ana. Siz bu tomonga qadab, mana. Bu turib, bu tomonga tortaveradigan bo'lsangiz, bo'lmaydi-ku. Mana shishaga tegib qoladi. Maniga tegib qolyapti. Tushunarlimi? Voy meniki 8 gacha. Ha, o'shanga e'tibor qilinglar. Bu shuna tekis to'g'ri tortinglarki, mana bu, ha, ana shunday qilib. Oh, ko'rlaymi? Mana shunday o'zidan. Qani o'tamiz nimaga yozgandan. Shu yozgan har bittasi o'qib yuringlar hisobotlarini. Faqat ha, daftarlarga suv tegmasin. Yozyapsizlarmi? Shu daftarlarga yozaveringlar, xo'pmi? Faqat kitobga suv tegmasin. Qo'rqma, hayajon.
Natijalar chiqdimi? Barakalloh. Hisob kitoblar qilding, ha? Asta. Kitobga faqat suv tegmasin, xo'pmi? O'rtachasi ham chiqdimi? Yaxshi. Nol prezidenti yaqinroq chiqdi. Yaxshi. Chunki 0.73 bo'lish kerak-da. Sen 6 ishlar. 6. Kudishlar 6. 0.73. Chiqarib o'rtachasi yo'qmi hali? 6,5 ma'lum ishlagan. Chiqdimi? Ha. Bu keyin jadval bilan solishtirasizlar qanchaga farq qilganini, xo'pmi? Normal sharoitdagi bilan solishtirib ko'rasizlar. Chekasiga taqadi deyotgan. Tugadi. 7. Qo'y. Yo'q.